Assalomu alaykum gruppadoshlar. Mana xudo xolasa kraskalar bitdi, xudo xolasa tayyor. Bugun kechga ortamiz, ertaga xudo xolasa ispitaniya. Lemkin lemoxlari bilan 4 talik plugimiz Zomilon 1604 silindrlari zavodskoy. Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Videoni xudo xolasa YouTube'ga ham joylaymiz. Ispitaniyasi, haydov jarayonlari hammasini ko'rib baho berib. Lemkin atval ham tushadi birga bir. Bu Lemkindan kopiya qilingan atvallar. Kichkinaroq bizning yerlarga moslashgan. Mana graduslariga ham e'tibor berishingizni so'raymiz. Xudo xolasa tayyor plugimiz. Palislarni ham qilib berdik. Nazoratdan. Bu yoqda yana ishimiz ketyapti. Mana stoykalari turibdi, xudo xolasa. Uzoq bir haftaga buni ham chiqaramiz. Bu Lavol 130 ga. Bu 1604 Zamilonga.